Assalomu alaykum. Mana bugun laboratoriya jarayonida magnit maydon indeksi chiziqlarini ko'rib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladigan asboblar tok manbai, o'zgarmas tok manbai va temir kukuni va o'zak va g'altak kerak bo'ladi va ular simlari kerak bo'ladi. Bizda boshladik. Temir o'zakni g'altakka joylashtiramiz va simlarni o'raymiz. Simlarni o'raganimizda mana tok kuchini qo'shdik va magnit maydon indeksiya chiziqlari mana. Bunda mana temir kukunini magnit maydon indeksiya chiziqlari qanaqa joylashganligi ko'rinib qoldi. Biz kundalik hayotimizda mixdan foydalanamiz. Mixga izolyatsiyalangan sim o'ralgan holda foydalanishimiz mumkin. Bizga yana temir kukunlar kerak bo'ladi. Mana tok manbaidan foydalanamiz. Bunda esa o'zgarmas tokdan foydalanamiz. Mana do'stlar, temir kukunchalarini o'zida miximizda magnit maydon hosil bo'lyapti.